Siz shuncha paytdan beri ingliz tilini noto'g'ri o'rganayotganingizni bilarmidingiz? Sizga o'zi nima deyishgan? Avval grammatika, keyin so'zlar, keyin yana ko'proq so'zlar, keyin listening, keyin reading va faqat shundan keyingina qachondir gapirishni boshlaysiz. Ammo Sistema уже eskirgan. Agarda bu sistema ishlaganida, siz hozir gapirayotgan bo'lardingiz. To'g'rimi? odamlar yillar davomida ingliz tilini o'rganadi. Darajalar o'tishadi, qanaqadir testlar topshirishadi, kitoblarni o'qishadi. Lekin og'iz ochishga qo'rqishadi. Muammo sizda emas. Ishlamaydigan sistemadir. Siz qoidalarni yodlayotgan paytingizda, mana shu narsani hozir o'rgansam, gapirishni boshlayman deb turgan paytingizda boshqa odamlar уже davno gapirishyapti. Da, xatolar bilan mukammal emas, no gapirishyapti. Bu yerda eng xavflisi bilasizmi nima? Siz hattoki qancha vaqt yo'qotayotganingizni sezmaysiz ham. Yo'q, sizga hozir qanaqasiga to'g'ri o'rganish kerak demayman. Faqat shu narsani aytaman xolos. Agar 1 yil o'tib turib, ingliz tili darajangiz umuman o'zgarmasa, sababini endi bilasiz.